Salom hammaga. Bugun Koreyaning eng mashhur aktrisalaridan biri Kim Yo Jun haqida 100 ta fakt. Qani, ketdik. Kim Yo Jun 1999-yil 22-sentyabrda Janubiy Koreyada tug'ilgan. Kasbi aktrisa. Juda yoshligidan ishlay boshlagan. 2003-yilda birinchi marta chiqish qilgan. Reklama orqali mashhur bo'lgan. Bolalar aktrisasi sifatida tanilgan. Kichkina paytidanoq mashhur edi. Ko'p seriallarda rol o'ynagan. Kino va seriallarda birga ishlaydi. Uning tashqi ko'rinishi juda ham ko'p insonlarga juda yoqadi. U seriallar bilan ko'proq tanilgan. U rollarga juda ham yaxshi kirishadi. U 2016-yil chiqqan Oy og'ushidagi eshik dramasida ham bosh rolni Hong Raon rolni ijro etgan. Park Bo-gum bilan birga chiqqan. Bu serial juda mashhur bo'lgan va ko'p odamlar yoqtirgan. Mukofotlar ham olgan. Tarixiy rollar unga juda mos. U 3-4 yillik tanaffusdan keyin Qadrli X dramasida ham bosh rolni ijro etdi. Aytishlaricha, Kim Yo Junning Blackpink'dan biyasi Jenni ekan. U ko'pgina tarixiy dramalarda ham rol o'ynagan. Har xil turdagi rollarda rol o'ynaydi. Romantik sahnalari chiroyli chiqadi. Kulgili rollarni ham juda yaxshi qiladi. Jiddiy rollarda ham zo'r. Ko'zlari katta va chiroyli, tabassumi yoqimli, tabiiy go'zalligi bor. Bo'yi taxminan 1.65 sm. Oilada 3 farzanddan biri. Uning akasi va ukasi bor. Oilasi uni qo'llab-quvvatlab kelgan. Seulda yashaydi. Maktabni tugatgan. Universitetda o'qigan. Oddiy hayotni yoqtiradi. Fanlari juda ko'p. Instagram sahifasi bor. Reklamalarda ko'p chiqqan. Mashhur brendlar bilan ishlaydi. Moda bilan ham shug'ullanadi. Reklamalardan yaxshi pul topadi. Mukofotlarda nomzod bo'lgan. Turli mukofotlarni yutgan. Yosh yulduz deb ataladi. Mehnatkash va intizomli qiz. Juda kamtar. Kulishni yaxshi ko'radi. Sevimli ovqati tovuq. Oq rangni yoqtiradi. Musiqa tinglashni yoqtiradi. Sayohat qilishni juda ham yaxshi ko'radi. U kitob o'qishni yoqtiradi. Hayvonlarni yaxshi ko'radi. Itlarni ayniqsa yoqtiradi. Muxlislari bilan uchrashuvlar qilgan. Yaponiyada ham mashhur, Xitoyda ham muxlislari bor. Dunyo bo'ylab mashhur. Ijtimoiy tarmoqlarda faol, trendlarda chiqib turadi. Ba'zi qo'shiqlarda qatnashgan. Boshlovchi bo'lib ham ishlagan. Ko'rsatuvlarda qatnashgan. Bolaligida juda ko'p rol o'ynagan. Bolalar aktrisasi, qirolichasi. Ovozi yoqimli, kamera oldida erkin, yig'lash sahnalari juda ishonarli, kulgili sahnalari ham tabiiy. Bu sohada juda professional, o'z agentligi bilan ishlaydi, ko'p shartnomalari bor, reklama talab yuqori. Modalar namoyishida ham qatnashgan. Soch uslublari trend bo'ladi. Muxlislari uni Yun Jung-ge deb chaqiradi. Bolalikdagi rasmlar juda ham mashhur. Aka-ukalari bilan juda yaqin. Ota-onasi yoshligidanoq qo'llab-quvvatlagan. 20 tadan ortiq serialda chiqqan, 10 tadan ortiq filmda o'ynagan. Juda ko'p mukofot olgan. Kim Yo Jun juda ham erta mashhur bo'lgan. Hozir ham faol ishlamoqda. Katta muammolarsiz ishlagan. Ko'p aktrisalar uni yoqtirishadi. Hamkorlari bilan yaxshi chiqishadi. O'z ustida juda ham ko'p ishlaydi. Har yili yangi loyiha qiladi. Muxlislari sodiq, intervyularda samimiy, rasm chizishni yoqtiradi. Kelajakda ham mashhur bo'ladi. Mashhur koreys aktrisalaridan biri hisoblanadi. U seriallarda bitta qismi uchun taxminan 10-30 ming dollar maosh oladi. Qora kartasi borligi noma'lum. Fanlari butun dunyo bo'ylab 10 milliondan oshiq. Instagram kuzatuvchilari ham 10 milliondan oshiq. Hayvonlardan itlarni juda ham yoqtiradi. Kim Yo Jun hozirda Blackpink a'zolarining musiqalarini eshitish haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Blackpink a'zolari Kim Yo Junning rasmiy muxlisi deb tan olinmagan, ammo ko'p fanlari orasida ular bir-birini hurmat qilishi haqida fikrlar aytilgan. Bu videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Hali bundan zo'r videolar oldinda va keyingi videoda qaysi aktrisa yoki qaysi idol chiqishini albatta aytib o'ting. Korean Kids sahifamga obuna bo'ling.